Diqqat, Andijon xalqimizga bundan oldingi videoyimizda zaril murojaat bilan murojaat qilib chiqqan edik. Biz Meros milliy KFC'lari Andijon viloyati bo'ylab yana qayerga qadamimiz yetmay qoldi. Mana shu narsani kommentariyaga yozib qo'ysanglar, albatta juda katta tezlik bilan borib keyingi filialimizni ochib qo'yamiz. Albatta bu xalqimizning xizmati uchun. Uzoq-uzoqlarga borib KFC yeb kelmasdan, o'zingizlarda iloji boricha sentrlarga yaqinroqqa borib, sizlarga qulaylik yaratish maqsadida bu videoni qilgan edik. Va ko'rib turganinglardek, ana shu videoyimizni kommentariyasida eng ko'p taklif Andijon tumanining Bo'taqara qishlog'iga ochinglar degan taklif bo'lganligi uchun biz Andijon tumanining Bo'taqara qishlog'iga yetib keldik. Xo'p, manzilimizni yana ham aniqroq qilib tushuntirib o'taman sizlarga. Andijon tumanining Bo'taqara qishlog'iga shunday kirishinglar bilan chap qo'lda Shohib shashlik degan mashhur shashlikxonadan 300-400 metr o'tganinglardan keyin chap qo'lda Meros milliy KFC achchiq qanotcha shirin filetlari. Bizda yana doimgidek mashhur aksiyamiz davom etyapti. 1 kilo KFC olasiz, 1 litrli kola yoki Fanta yoki bitta Pepsi tekinga olib ketaverasiz. Bizda dastavka xizmatlari, yetkazib berish xizmatlari doimgidek bepul, besplatniy. Faqat 5 kilometr radiusdan telefon qilasizlar, qaynaqini, issiqqina bo'lib uylarga yetib boradi. Kelaverasizlar. Bo'taqaralarga jo'natib qo'yasiz.